navbatdagi uстановkamizda Kia Carnival dual motor bo'ladi. Kambererning GDI MP aralash bo'ladi bunda. Ham GDI ham MP sistemada ishlaydi. Qo'yib bergan blok upravleniyamiz Yevropa gaz injektor Duo 96, reduktor 350 tot kuchli lavator reduktor bilan injektorlar Dakota 2 ohmli dishkanteri ko'rinib qolib ketdi. Filtrlar mnogorazовый 360. Chiroyli qilib ustanovkalarni qilib berdik. Hozir trubka tortish jarayonlari. Xudo xolasa kimda shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Mana dvigatellarni ham rovniy qilib kalsiolari bilan qo'yib berganmiz, start-stopga o'xshatib. Balonlari Turetskiy Logan motor multiklapanlari ham Turetskiy Atikan originaldan qo'yilgan. Ustiga sidena qo'yiladi aka. Sidena shunday tushadi. Balon borligi bilinmaydi ham. Umuman xalaqdan bermaydi. Ixcham bo'lib joylashadi. Karnivalimiz ham ustanovkasi tayyor bo'ldi. Hozir nastroyka qilib, gazlarni quyib berib, xudo xolasa mashinani yurgizib yuboramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Trend Gaz avtoservis xizmatda.